Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamiz sizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni 14-kundamiz. Kechroq video joylayapman chunki ertalab saharda video yozsam qandaydir xaraj chiqib qolyapti. Qorong'ilikmi yo'salar bilan o'zina bir vaqt haqida, ya'ni vaqt nima mavzusida suhbat qurmoqchi edik. Bir hikoya aytmoqchi edim, kichik. Bir davlat podshosi bo'ladi. Avval bu hikoyani aytishdan avval aytib beray. Bo'lganmi, bo'lmaganmi bilmadim. Keyin olinadigan foydasi bizga muhim. Podsholar bilasizlar, seriozniy, jiddiy, qovog'i sal solingan holatda taxtida o'tirishadi, nimalarnidir o'ylab, nimalarnidir fikrlab. Shunday holatda bir podshoni ko'z oldiga keltirilgan. Bunday holatda o'tirsa, naryoqda bir askari podsho sherigi bilan hazillashib, o'yin kulgi qilib, quvonib turganini ko'radi. Ya'ni baxtli holatda ko'radi. Keyin vazirdan so'raydi, deydi. Buni qara deydi. Meni shuncha mol davlatim, bola chaqam, ahli ayollarim hamda ko'plab qimmatbaho narsalarim bor. Uzr. Ammo bunchalik baxtli emasman. Lekin ana u soqchini qara deydi. Unda deyarli hech narsa yo'q. Ya'ni kunlik ehtiyojiga yaraydigan narsalari bor. Ammo bir boyligi yo'q, menga o'xshagan saltanati yo'q. Ammo baxtli. Sherigi bilan hazillashib, chiroyli holatda turishibdi. Hattoki deydi, eginidagi kiyimi, ya'ni sovuti bilan qilichi ham davlatniki hisoblanadi. Ya'ni menga qarashli deydi. Shunday aytadi. Podshohim deydi, 99 qoidasi haqida eshitganmisiz deydi. Esa aytadiki, yo'q. Qo'llab ko'raylikmi deydi vazir. Odil vazir bo'ladi. Qo'llab ko'raylikmi mayli deydi. Unda deydi, siz bir xaltachaga 100 tillo, bunda 100 tillo bor deb deydi, yozdirib deydi, ichiga 99 tillo soldirib deydi, shu soqchinikiga jo'nating deydi. Jo'natingki, shundan keyin bir holatini ko'ring deydi. Bo'ldi deydi. Soqchi uyga ketadi, bir xizmatchisiga aytadi, podshoh. Shu soqchini uyga borib, hech kim bilmagan holatda eshigini tagiga qo'yib kelasan deydi. Keyin menga aytasan buni xabarini deydi. Bo'ldi deydi, olib boradi. Bir tangani olib qo'yadi, ya'ni 99 tangani soldirib, lekin 100 tanga deb yozib, olib borib beradi. Olib borib qo'yib qo'yadi. Taqillatib eshikda ketadi, ko'rinmaydi. Keyin soqchi chiqib qaraydi-da. Soqchi chiqib qarasa, o'tirgan bo'ladi. Qarasa 100 tanga deb yozilgan bo'ladi. Olib kirib turib, bola chaqalari bilan, ahli ayoli bilan sanasa 99 tanga chiqadi. Deydi, bu 100 tanga bo'lish kerak edi. 100 tanga deb yozilgan. Bir tangasi yo'qolib qoldi. Qayerdadir tushib qolgan, buni olib kelishayotganda tushirib qo'ygan edi. Haligini qidirib bolalar bilan ko'chalar kezishadi. Oxiri qarasa ertasiga keladi. Tushkun bir holatda qayg'uga botgan. Keyin podshoh deydi, bunga nima bo'ldi deydi. Vazirdan so'rasa, 99 ga shukr qilmasdan bir tangani qidirib yuribdi deydi. Sizni ham holatingiz shunday, podshoh olam deydi. Ya'ni oldingda oqqan suvni qadri yo'q degandek, yonidagilarni qadrlamasdan, 99 ga shukr qilmasdan birini qidirib yuradi ko'pchilik. Vaqt nimada deydi? Hazrat Rahimov aytganda bir so'z aytadiki, vaqt bu xotirjamlikda deydi. Ya'ni
baxtli bo'lish uchun, ya'ni baxti ushlab qolish uchun harakat qilasan. Inson harakat qilsa, ko'p hollarda uni ushlab qola olmaydi. Qo'ldan ketib qolishi mumkin. Lekin inson xotirjam bo'lsa, Boriga shukr qilsa, Alloh berganiga, taqdiriga. Bunda xotirjam holatda baxtga erishish mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.